Davron aka, Oh, yangi texnikalar keldimi? keldi xudo xohlasa. Qimmat texnikalar olib kelib qo'ydinglarmi yana? Nega qimmat deysiz aka? Arzon texnikalar nisbatan nimaga nisbatan? Ishlashiga nisbatan, pul topadigan puliga nisbatan arzon desa bo'ladi texnikani. Evet. Lekin yangilik bor. Yangilik bor, yangi texnikalar kelgan. Xudo xohlasa keldi. Qani, qaysi biri Ko'rsatamiz. Mana bularni qilganmiz. Da. 1.5, 1.2 biton mikserlar, karalar. Mana bu o'rtada turgan. Markazga, sentrga qo'yib qo'ydik. Chiqazib qo'yibsizlar-da. Buni turishini qarang. Ha. Sevib qoladi ko'rgan odam bor-ku. Duti. Mashina turibdi-ku Ha, o'zi. zo'r. Yoraman deb turibdi-ku. Mana ranglarini qarang, turishini qarang. Balonlarni qarang. Shiroki balon. Oho. Kovush katta. Bu 06 mi shunda? 08 kubalik kovush bilan kelgan. Aha. 08 kubalik Ha, kovush bu bilan. 08. Chuqur mana ichlariga ham ahamiyat bersangiz. Ha. Bu mana zublari ham bolt gaykali bo'lib ketdi. Yechiladi, Ular almashtiriladi. svarishniy-da oldingilar. Ha, oldingilar svarishniy. Bu endi boy klientlarni kelayotgan mijozlarni talablari, takliflarini polniy o'rganib chiqib, eng o'zgartirishimiz uchun eng ma'qullarini qildik. Ha. Talabalar takliflardan kelib chiqib. Ha, bu demak o'zgartirilgan, Ha. o'zimizda sharoitga moslab klientlarimizni takliflaridan kelib chiqib olib keldinglar-a buni. Xuddi shunaqa. Kovushlarni qarab baho berib qo'yasizlar. Kovush 1 tonna 200 gacha yuk ko'taradi, bemalol ko'taradi. Kovush, 1 tonna 200 gacha yuk ko'taradi. Bemalol. 08 kuba. 08 kuba. Necha metr balandlik ko'taradi shunda? Buni ana shu muhim joyi edi. Boyaga aytganimdek, klientlarning, mijozlarning talablari asosan nima edi? Hamma yo'g'i ideal edi texnikani, haqiqatdan ham. Shiroki balon botib qolmaydi, buksavat qilib qolmaydi, misol uchun-da. Texnikani o'zini mini turishiga nisbatan balon shiroki. Mosti baquvvat, o'ziga mos. Ha. Ideal edi. Faqat bitta kichkina kamchilik deysham noto'g'ri. Kamomati bor edi, kamomat. Ana shuni qildik. Ya'ni ko'pchilik mijozlarimizni taklifini o'rganib chiqib. Nima desangiz, strela bor-ku, strelasini uzun qildik. Albatta standartga bo'ysungan holda. Standarti bor, zavodskoy. O'sha standartdan chiqib ketmagan holda bu gabaritga, bu mostga, bu motor korobkaga silindrlariga qancha bo'la oladi maksimal uzunligi strela. Ana shunga yetkazib keldik. Avvallari buni oldingi partiyamiz zil, kamaz deysizmi, ularga bemalol to'kaverardi 10 tonnalilarga. Lekin 25 tonnaliga kaltalik qilardi. Bu mana yangi kelgan partiya. Ideal. Strelasi uzun, kovushi o'ziga mos, gabaritiga mos qilib, maksimum o'sha belgilangan standart bo'yicha. O'zi mana balondan ancha uzoq turibdi strelasi. Uzun. Shunda ko'tarishi necha? Kovushni tegi bilan o'lchasak. Eng maksimal yuqoriga ko'tarib turib, kovushni tegi bilan o'lchaganda 330. Kovushni tegi bilan 330. Da. To'kib berishicha shunda? 280. To'kib berganda 280. Da. Rukoyatga bemalol havoga kiradi, ichkarisiga kirganda to'kib beradi. Bemalol 330 bilan kirib oladi. Havoga to'ka oladi bemalol. 25 ga bemalol to'ka oladi. Lekin shu boya texnika aylanish ko'rinishiga chiqyapman. Gapirma. Qora diskalar bilan, qop-qora balon bilan, yomon yarashib qo'yadi. Odamlar keladi-ku, yonma-yon qo'yib qo'yasiz bilan-da. O'zi buni olgan kelgan bo'ladi, videolarini tashlab bergan bo'lasiz, rasmlarini ko'rsatgan bo'lasiz, misol uchun. Keladi, buni yonma-yon qo'yib qo'ysa, ketdi. Bu qancha? Bu nimaga bunaqa chiroyli go'zal? Ko'z emas, lekin haqiqatan chiroyli texnika, haqiqatan. Bunda bir anaqalarni ko'raylik bo'lmasam, bir motorlarini, o'zi og'irligi qancha bo'lib keldi buni? Da, to'g'ri savol berdingiz. Keng. O'zini zavodskoy birkasi, ana shunda yozilgan hamma narsasi 100% to'g'ri keladi. Birka? Mana 42 kilovat. So'rashmasi savol qolmasin desangiz, mana uzunligi 477. Mana bu kovushini oldi bilan orqasiga kelib o'lchaganda to'liq uzunligi deyarli 5 metr. To'ppa-to'g'ri. Deyarli 5 metr. 5 metrga yetmaydi lekin. Da. Balandligicha kabina balandligi eng ko'p so'raladigan. Kabina balandligi to'ppa-to'g'ri. Yerdan tomigacha, masjidgacha o'lchaganda 220. 10 qo'shsak 230. 230. Migalka mana bilan qo'ysa 230. 230 akalar, e'tibor beringlar. 230. Bunaqasiga 470, 480. Agar yana bitta tarafi, bitta akamiz molxonaga oldilar, 10 sm ham lichniylik qildi, tomlari pastroq ekan ularni yerdan balandligi molxonalar. Endi agar sizlarda ham shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa akalar, qaranglar, detallargacha yetib ketamiz.
220 o'zini balandligi bo'lsin desanglar, mana bu 4 ta bolt gayka, 4 ta bolt gayka. Ha, tepadagini ichib qo'ysa bo'ladi. Ichkarida ishlaganda o'zi chiroq bo'ladi ichkarida. Bu chirog'i turish shart emas. Misol uchun, molxonaga olsanglar, tomi haqiqatdan mizr o'sha tepa teng kelib qolsa kirishi bilan bu yechiladi bemalol, migalka ham olib qo'yiladi. Bitta anaqani o'zi. Osongina yechiladi. Nobog'dan agar to'g'ri kelib qolsa. Inichi, inini ham aytingda endi. Eniga keladigan bo'lsak, orqalari 1,5 dan oshiq. 1,50 dan oshiq. Maksimum 1,60 deylik. 1,60 qo'shimchasi bilan 1,60 bemalol. Endi 1,60. Mana bunaqalari ham temirli ekan. Temirli reshotkalar. Temirli. Ko'pchilik plastmassa bo'lar ekan. Bir 2 tonna narsani tortsa kerak bemalol. Bemalol tortadi. O'sha tilechka ulasanglar bo'ladi. Ot kuchi baland. Ot kuchi 60 ot kuchi. 60 ot kuchi. Ha, 60 ot kuchi. Undan oldin mana orqasiga kelgan paytimiz protivavesiga ahamiyat beringlar texnika olayotganda akalar. Bu ko'zinglarga unchalik muhim narsa emas bo'lib ko'rinishi mumkin. Bir xilga akalarimiz olib qo'yapti-da, tekshirmasdan. Texnikani borib ishlatgan paytda strelaga og'irroq narsani to'liq ko'targanda orqa ko'tarilib ketyapti. Nimaga? Protivaves yo'q. Mana bu pustoy ichi. Bunga beton quyilgan bo'lishi kerak, kamida. To'laqonli beton quyilgan bo'lishi kerak. Mana bunda to'liq. Zavod standarti degan shu narsa. Busiz chiqarmaydi zavod. Ertaga texnik bezopasnost ishlagan paytda o'sha ko'tarib o'zini tutib berish kerak texnika. Ya o'zi arzimagan narsa-da bu. Agar shuni ham qildirib olib kelmayotgan bo'lsa, endi bilmadim endi. Shundan ham boyaga pulni tejashyapti-da ba'zi bir joylar. O'tgan safar bitta klient keldida, aytdi. Buni dedi, nimaga qo'ymabdi, so'ramaydingizmi desam, endi qayerdan olganliklarini bilmadim. Endi aytdilar-da, ish qilib shunaqa dedilar. Nimaga qo'ymabdi, so'ramaydingizmi o'zidan desam, aytadi. Boyaga olib kelgan payt kilodan arzonroq bo'lsa, tamojidan arzonroq chiqar ekan deydi. Bu tralda keladi-ku, dedim. U tral kilosi nima aloqasi bor unga deyapman. Gap topib beribdi-da ish qilib. Ha, gap topib berdi ish qilib. Motorini ko'ramiz endi mana. Qani? 4 ta oddiy apparat, 4 ta silindrli motor. E'tibor berasizlar. Mana воздушный filtrlari. Maslini tashqarida 2 ta filtri bor. Shunga ham ahamiyat beringlar. Mana maslini filtr bu yoqda. Bu yoqda ichkarida воздушный. Keyin mana zavodga buyurtma beriladi texnika ishlab chiqarishga. Воздушный filtrini o'zini qo'ydirib kelsa ham texnikaning narxiga ta'sir qiladi-da. Shuning uchun ba'zi birlar ahamiyat beriladigan narsa emas deydi-da, maslini qo'ydirmaydi. Ishlayveradi texnika haqiqatdan ham. Lekin maslini qo'ydirsa nimaga? Motorga yana ham yaxshi-da. Yana uzoqroq bo'ladi. Uzoq bo'ladi. Shuning uchun mana maslini filtrlarini o'zini stayaklari bilan tutuvchi temir jihozlari bilan balanga qo'ydirib kelganmiz. Ham maslini, ham воздушный. Как положено завод standart. Shumkalari bor ekan. Shumkalari bor, eshiklarida ham mana. Qarayman. Eshiklarida ham bor. Shovqin bu anaqasida kompressor ham bor ekan, havo kompressor. Havo kompressor. Pastdan ko'rsataman sizlarga akalar. Mana havo kompressorlari ham bor. Tormozlari ham bittaga o'xshaydi. Mana kompressorli. Konditsioneri bu, ha? Konditsioneri remenli motorchikli konditsioner. Ha, mana. Primoy motorga ulangan. Motor quvvatidan ishlayveradi. Moshni sovutadi, moshni isitadi. Radiatorlari mana oldin konditsioner radiatorlari mana. Konditsionerniki. Ammo gap yo'q. Qarangda, yana bitta narsada. O'zi texnika tushunadigan odamlar bilishadi. Texnikani kapotini bitta ochgan paytingizda mana ortiqcha joy yo'q. To'li. Da, filtrga joy qolgan mana. Filtr qo'yilgan. Bu yog'i bu motorni texnikaga mosligidan, texnikaga mana shu gabarit og'irligiga yarasha quvvatli katta motor qo'ygandan dalolat beradi. O'zimiz ham ko'rganmiz, siz ham men ham ko'rganmiz. Bozorda shunaqa texnikalar bor, yo'q emas. Shunda kapotni ochganingizda yarmi bo'sh bo'ladi. Kichkinagina motor qo'yilgan bo'ladi. Lekin gabarit katta. Gabarit katta bo'ladi. Bunda ko'rgan odam bitta qaraydi, "Voy, gabarit katta-ku buni" deydi. Sizlarnikidan nima katta deydi. Aka, kapotni ochib ko'rdingizmi deymizda. Men bu hech narsa ham emas-da. Men bu anaqani tunikani men 1 metr emas, 1,5 metr qilib qo'yish hech narsa emas. Hech narsa emas, gabarit katta bo'ladi. Gabarit katta bo'ladi lekin. Boyaga katta mana bu nimalarga kerak bo'lsa o'sha Toyota'larga, Land Cruiser'larga 1.6 motor qo'yib qo'ygan bilan barobarda. Katta motor eplolmaydi-da u. Ishda ishlaganda gabarit ishlamaydi-da, motor ishlaydi-da. Motor ishlaydi. Hamma tomoni o'ziga mos bo'lishi kerak texnika. Bu dizel baklari. Bu dizel, salarka baki, naryoqda gidrolitskiy bak. 40 litr olar?
40 litr bemalol, 40 litrdan sal oshadi bu. Mana bu 44-45 litr. bol shaybalari mana bu yerga rezina anaqachalargacha qo'yib qo'yibdi bu safar. Bu safari qarang mana. Qarang, rezina mana ochib yopgan paytda bu ishqalanib shig'illamaydi-da. Mana buni ochsa, Oldin bilsangiz bitta oshiq-moshiq turardi, bu aylantirib olishga endi baquvvat qilibdi lekin. mana bundan ko'rsatib ketsak bo'lar ekan. Mana bunaqa bo'lardi, akalar oldin. Oshiq-moshiq. Mana bunaqa bo'lardi. Hozir bo'lib anaqa qilib bunaqa qilib qo'yibdi. Endi menimcha buni polni yechib olishga ham moslagan menimcha. Remont qilgan paytda ochib qo'yish emas. Mana bu yerni ham bo'shatib bemalol ham ochib, agar xalaqit qilsa yechib ham olib qo'ysa bo'lsa kerak menimcha buni. Da. Yechib olib qo'ysa bo'ladi. Qulaylik. Hamma yoqda smaska qiladigan joylari, silindrlarniki alohida, polniy tixot qilinadi, smaska qilinadi. Har bitta nuqtasi smaska qiladigan joyi bor. Quyma diskada shuni ham so'rashadi-da. Quyma diska baquvvat ishlaydi. O'zi balonlar zo'r ekan. Gabaritiga zo'r balonlari. Gabaritga zo'r. Lugoyni yozdirgansizlar, shu ham bor-ku. Ayshi chiroyli chiqqanda bor-ku yozuvlari ham. Bitta yoqib ko'taramizmi strelasini balandga? Ko'rsataylik uzunligini. Salonning ichini ko'rsataylik birinchi, keyin bitta ishlatib ko'rsatamiz. Bitta ko'rsataylikchi. Sideniyalari. Tak. Xola, siz chiqib oling. Men yoqib o'zingiz ham ishlatib, men ushlab turaman kamerani. Ko'rsataverasiz. Tushuntirib beraman savollar bo'lsa. Yo'q, biz mana bemalol o'tirdingizmi yo'qmi? Yo'q, o'tirdim, bemalol. Normal, ha? Ishlashga hamma anaqa bor. Men bu rul tushmas ekanda. Da, rulni tushadigan qilib ham hali talab takliflar ko'payyapti. Xudo xolasa zavodga buyurtma beramiz, tushadigan qilib ham. Tushadigan qilib ham olib kelinadi. Ha. Men massasini qo'shasiz. Kaltini start stop bilan yoqiladi mana. O, monitorlari yondi mana. Aha. O'zini zavodskoy qarang mana, zavodda emblemasi chiqadi, Lugon zavod. Ha, hamma narsa Lugonligan rostdan. Ha. Hozir mana orqa kameralarini qarang. Tiniqligini qarang mana. HD. Yo, rostdan mana yaqinroq ko'rsatsin. Video ham bor ekan. Siz olib turing, orqasida turaman, bitta ko'rishsin. Kamerani. Nazar qo'lay qaysi edi? Mana bu. Aha. Ana, o'tingchi. Ko'ryapti. Qo'lay. Voy, zo'r o'zim ham ko'ryapman. Tiniq ko'ryapti. Tiniq ko'ryapti o'zim. Yo'q, ko'rinishi zo'r ekan. Haqiqatdan. Ayshi zo'r ekan. Keyin bitta narsasiga ahamiyat berdim-da, avvalgisida unaqa kelmagan edi. Zavod bilan talashib tortishib, ular ham qo'rqib qolibdi bor-ku Xitoyliklar, seryozni. Nima? Mana bu orqa kamerasi bor-ku, mana nочной видение degan narsa bor, a? Nочной видение qo'shibdi kameraga. Bu shunda kechqurun ham yorug', malol ko'rish imkonini beradi. Ha, kamerani o'zini chetlariga LED panellar qo'ygan-da. Kamera yonib turadi, ha. Kechqurun ham tiniq hozir ham ko'rsa bo'ladimi? Ko'rsangiz bo'ladimi LED faralarni? Ha, mana. Bitta ko'rsingchi. Akalar, qaranglar mana, men kechki payt bo'lganda zo'r ko'rinardi-da. Mana bu chetidagi LED faralari o'zi arzimagan narsa, lekin avvalgi buni biz aytmadik zavodga, lekin zavodga har bitta detaliga ahamiyat ber. Texnika bezopasностьga birinchi o'chirda ahamiyat ber degandik. Mana shu kamerasining chetlariga LED anaqalarini, chiroqchalarini qo'yib chiqaribdi. Yoritgan paytda qorong'ida, orqa tomonda gabarit odam yurgan paytda ko'rish kerak-ku. Kamerani o'zini cho'tki yoritib beryapti. Где-то bir 4-5 metr radiusda yorug' qilib beryapti. Shu narsa ham. Tiniq ko'rinyapti atrofdagi narsa. Ha. Hop. Men sanalargacha qo'ysa bo'lar ekan. Men bu tilini ko'rdim hozir. Qarang, rus tili. Rus tiliga o'tdi. Mana. Polni ruscha. Polni. Vaqti, mikrofon, kameralarini, ekranni formati, sifati, hamma narsani qilsa, udalit qilsangiz bo'lar ekan. O'zini pamyati bor. Men xranillik qarang, men o'zi hech narsa yo'q hozirda. Narsa qo'ysa bo'ladi, gap yo'q. Bunga anaqa Wi-Fi routeri bo'ladi-yu, antennachasi. O'shani qo'yasiz mattiga. Telefondan ulaysiz точка доступа. Hech kim bo'lsa bo'ladi. Ha. Точка доступаdan telefonni olib olasiz, kiraverasiz keyin. Zapis qilib olib, любой narsani ko'rsangiz ham bo'ladi. Gap yo'q, flash qo'llasa bo'ladi. Mana bu qaysi mana bu? Mana bu start stopmi bu? Ha, start stop. Passa. Mощный голос, а? Ovozi mощный. Ovozi mana bu motor kuchini bilsa bo'ladi, ovozdan kela. Motorni ko'rsatib qo'yish ishlayotgan paytda. Qaranglar mana motor ishlashini. Qimir etgani yo'q, cho'tki ishlayapti. 08 kuba, Lugon zavod.
Rossiya, Braziliya davlatlariga mana shu texnikadan juda ko'p olishadi. Mana sterelasi ko'tarilyapti akalar, qaranglar. Polni ko'taramiz hozir. Bo't mana. Tovush katta qaranglar, haqiqatan ham. O'ziga mos bo'lgan texnikani. Avvalgisi 06 edi, sal kichikroq ekanda, endi gabaritiga mos bo'ldi. Shustir ishlaydi mana to'qishlari. Qaranglar akalar mana. Mol firmalarga, qurilishlarga, zavodlarga zo'r olishyapti hozir. Sababi katta pogrushchilar bozorda ko'p. Mahallalarda, darvozaxonalarga kirishda juda qo'l kelyapti hozir. Molxonalarni tozalashda, silos bostirishlarga ham olishyapti, chunki texnika juda ham og'ir emasda, payxon qilib yormaydi. Agarodlarni, yerlarni payxon qilib yormaydi mana. Dvorniklari mana. Qaranglar, kunduzi bo'lsa ham led chiroqlari cho'tki yorityapti kechqurun. Hali yorug', lekin shunda ham yoritayotgan darajasi bilinib turibdi mana. Qaranglar, led faralari, polniy migalkalari hammasi ishlaydi mana. Dvorniklari tekshirib ko'ryaptilar mana. Ventilyatorlarigacha o't mana ishlaydi. Mana bu yoqda mana konditsioner pechkalarni joyi bor mana. Ha, mana. Ular? Ha. Nima bitti? Sovuq. Yapıyor. Qalay? Zo'r. Ishlashi ham zo'r. Eng zo'r tomoni mini pogrushkalar kam bo'ladi-da. Mana bu panejini pogrushkalari bor ekan. Da. Ishlashda juda zo'r qo'l keladigan narsa. Oldinga, orqaga avtomat ekan-da, o'zi boshqarish oson, avtomat. Oldinga mana 1-2 skors, orqaga skors uradi, и panejini pogrushkalisi bor. Maktab o'quvchilari 5-6-sinflarga ham sekin miyasi tez oladi yoshlar. Bitta o'rgatib qo'ysa, haligi matematik hisob-kitob qiladigan joyi yo'q-da buni, refleks. Qo'l ketib qolaveradi. Nevaralarga, boyaga farzandlariga olib bersa ham zo'r ekanda. Mazza qilib boshqaradi. Obzori boshlayvering yoki? Bering. Boyaga shu bolalarga olib bersa ham, misol uchun traktorchi akalarimiz ko'p-da, ekskavatorchi akalarimiz. Bolalarga olib berib qo'ysa ham mayda-chuda ishlar bo'lsa, to'g'ri, qarang, o'zi o'g'il bola yo'q, o'qish kerak. Yo'q, normalniy hunarli bo'lish kerak-da. Bekorchi bo'lsa, erkak kishi vaqti bo'lmaydi. Hozir temmoli hamma yo'q anaqa bo'lib ketdi-da. Har xil bo'lmag'ur qiliqlar chiqyapti-da. Bolalarda, yosh bolalar bekor qolib ketdi. O'zi bitta ro'zg'ori eplaydi-da, bu ham qishloqda. To'g'ri. Kuniga 500 ming pul topar, 1 million pul topar. Bir kuni bitta aka aytayotdilar-da. O'g'lim qora jentira olaylik deb yuruvdi. Pul yig'ib qo'ydim qora jentiraga, tug'ilgan kuniga olib beraman, xursand bo'lsin deb. Bir kuni sizlar videoda ko'rib qolibdi deyapti-da. Qora jentira olish kerakmi yo men mini pogrushchi kelinglar solishtiramiz. Qancha topsa bo'ladi qora jentira bilan, taksi qilib, boshqa qilib. Mini pogrushchi bilan soatiga qancha pul ishlasa bo'ladi? O'g'li ko'rib qolibdi. Keyin qancha pul ishlashini ko'rib dadasiga aytibdi. Dada, men mini pogrushchi olsam, jentiradan ko'ra 2-3 barobar ko'p pul topar ekanman kamida. Men shuni olib bering deb o'g'lim turib oldi. Qora jentira atmen bo'ldi. O'shanga o'g'limga olib berishim kerak deb olib berdi shu aka o'g'illariga. O'zi qishloq joyda yashasa, har bir ro'zg'orda kerak bo'lsa, bittadan tursa ham ziyon qilmaydi-da. Foyda qilsa qiladi, ziyon qilmaydi. Endi o'zi jentira deganingizga, shunda buni narxi qancha? Endi shu narxlariga kelaylik. Xo'p, qarang, hozir men yaqinda bildim, gaplashib, даже jentira ham emas. Hozir men bu Cobalt'larni full komplekti chiqqan-ku. Anaqa Dark Knight'mi nima deydi? Midnight. 155 million ekan full komplekti. Yo'q-a? Aha. Mana 155 millionga mini pogrushchi. 155 million narxi. Ana akalar tanlaylar. Cobaltmi yo bumi? Lekin Cobaltda bir oyda taksi qilib 3 million, 4 million topsa bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Endi u ham jarimaga tushmasa, xarajat qilmasa. Lekin bunda aniq haftasiga 3-4 million topasizlar. Bemalol. Buni keyin o'zi olib qo'ysa bor-ku, haligi so'rovchilar ham ko'p bo'lib qoladi-da. Uyga kelib, aka men bu shag'alim bor, aka men bu qumimni to'kib bering, aka yerimni bostirib bering. Shunaqa. Chiqib ish ham qidirib o'tirmaydi. Mahallaning darvozani boshiga bitta qo'yib qo'ysa bo'ldi o'zi. O'zi bir akalar kelganda aytishdi-da, qishloqda hozir qurilishlar ko'paygan, boshqa qilgan, tinmayapman dedi. G'ishimni olib bering, sementimni olib bering, qopni olib bering deydi. Shu kovushimga solaman deydi. Olib borib to'kib kelaman deydi. Anaqana o'zlari ham ko'rishsa kerak videoni, rosa ko'p kuzatishadi. Anaqa nimada
Rossiyadan qassob akalar kelishdida ukalariga mini pogruchka olishdi. Birinchi marta haydarkanda ukalari. Keyin Samarqandga olib ketish Kattaqo'rg'onga. Telefon qilishyapti-da. Men deydi, ukamni ishlashini ko'rib hayron qoldim deydi. Men qassobchilikni yerishtiraman. Rossiyaga bor, do'kon och, arenda to'la. Zachем deydi, ukam men bitta mini pogruchka ishlatib, mahallani o'zida men topayotgan pulni topyapti deyapti. O'shanga kattasidan men olaman 1-2 yiligidan deb niyat qilib qo'yishyapti akalar. Nima kerak bor Rossiyaga bordim. Kesalar qilib beraveramiz, ha, shunaqa. Xo'p, 155 million bo'lsa, buni oladigan variantlari, yo'llari bormi yana? Bor. Misol uchun, hamma ham to'liq pulga ola olmaydi 155 million so'mga. Kimdadir misol uchun yig'ib qo'ygan puli bor, yetmayapti. 50 million, 55 million atrofida summa bilan mana shu pogruchkani bemalol olishsa bo'ladi. Boshlang'ich to'lov bilan. Da. 30% to'lanadi. Qolgani 3 yilgacha qilib beriladi. Yiliga o'zi 15-16% atrofida foiz chiqadi. Da. Foiz, ha? 50 million bilan mana akalar. Variantlari bor. Misol uchun 1 yilgacha olsa bo'ladigan variant bor. Agar 50% to'lashsa, yana ham qulayroq variant. Shunaqa qo'lida puli bor odamlar ham bor. Misol 50% ga yetyapti pullari, o'zimning nomimga chiqsin deyapti. Sirazi 50%. 50% lar o'zlarining nomiga olib, 1 yil ichida как рассрочка, но o'zini hisob kitobi bo'yicha ozgina pul qo'shiladi ustiga. Ko'p emas. O'sha bergan pullardan tashqari qolgan summaga qarab turib, ozgina qo'shiladi, lekin sirazi o'zlarining nomlariga chiqadi. Bu ham bir xizmat turi. Shunaqa. Olsa bo'ladi. Yap yo. Bo'ldi bo'lmasam aka, texnika zo'r. Endi akalar kommentda fikringlarni yozasizlar, qaysi savollar so'ralmadi, nima anaqa bo'lsa kommentariyada yozsanglar, aka bilan yana bitta video qilamiz-da, o'sha savolinglar hammasiga javob beramiz. Keyin yana bitta narsani aytib ketay. Bu texnikalarimiz yaqinda keldi. Shunaqa bo'lsa ham deyarli yarmi sotildi, to'g'rimi? Qisqa vaqt ichida. Hali bor. Agar kelib turib mana 02, 06, 05, 1.5 xohlagan turinglarni oladigan bo'lsanglar, xudo xolasa mana shu yanvar oyining oxirigacha sizlarga yana bitta yangiligimiz bor. Bu ham o'ziga xos sizlarga bir yengillik. O'sha zavodskoy moyi bor, misol uchun. Zavodskoy moyini sizlarga o'sha qo'shib beramiz texnikani. Motorni moyini almashtirishga 2 marta yetadigan 20 litrli chelakda bo'ladi. Zavodskoy moyi beriladi. Bir chelak moy. Zavodskoy moyni komplektida qo'shib berasiz. $100 atrofida turadi o'zini. O'zi alohida olaman desalar, $100 atrofida. Shunaqa. Lekin uni qo'shib berasizlar. Texnika olgan odamga qo'shib beramiz. Yanvar oyining oxirigacha. Yanvar oyining oxirigacha. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana nimalar bo'ladi komplektida? Komplektida moydan tashqari polniy bir komplekt filtr naborlari, undan tashqari ключ naborlari, uni ichida bir martali almashtirishga solidoli bo'ladi, zavodskoy shpritsli bo'ladi, hamma ключ razmerlarida bo'ladi. Yana qo'shimcha o'sha nimalari, 11lari, hamma narsasi bo'ladi. Bolgayka, mo'ygaykalari bo'ladi, hamma narsasi. O'sha o'zini zavoddan kelgan nima komplekti o'zi upakovkasi buzilmagan holatda bo'ladi, shundoq beriladi. Tushunarli. Bo'ldi aka. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Pastda aloqaga nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib, bemalol gaplashib, kelib, savdolashib olib ketsalar bo'ladi. Savdolashib olib ketsalar bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Aka, keyingi videoda ko'rishamiz. Sog' bo'ling.